Assalomu alaykum Samsung Pop Instagram obunachilari. Hozir o'zimizda yaqinlardan birinchi ishlatgan telefonlar qanaqa telefon bo'lganini so'rab chiqamiz. Mana Bobur akamdan so'raymiz. Bobur aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonim 56 Motorola bo'lgan. Rahmat. Endi Abrorxon akamdan so'rayman. Abrorxon aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Meni birinchi ishlatgan telefonim Nokia 10 Pro. Rahmat. Shohidan so'raymiz. Shohiga birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonimga Siemens bo'lgan. Yong'oq shaqar bor-ku. Rahmat. Mana Arslon akamdan so'raymiz. Arslon aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Lega 600. Rahmat. Temurxo'ja akadan so'raymiz. Temurxo'ja aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Oq bo'lgan. Siemens Siemens. A53. Rahmat. Temurxon akamdan so'raymiz. Temurxon aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefon Samsung Y730 midi, shunaqa edi ismi. Knopkali-yo? Ochilibdi. Rahmat. Nimadan so'raymiz? Sirojiddin aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? S1. Rahmat. Endi Bobur akamdan so'raymiz. Bobur aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? N73 bo'lgan Nokia. Rahmat. Keyin Endi Quyosh akamdan so'raymiz. Quyosh aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? birinchi ishlatgan telefonimmi? Samsung ochiq yopiladigan bo'lgan. Kulrang bo'lardi. 2008-yil. Rahmat. Bo'lgan nomerim men eslayman даже 678 20 30 bo'lgan. Rahmat. To'yxon akamdan so'raymiz. To'yxon aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Nokia 5230. Rahmat. Rahmat aka, birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa telefon bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonim Sony Ericsson bo'lgan. Rahmat.